Siz City'ga kelganingizda asosiy raqobatchi sifatida ko'proq Yurgen va uning Liverpooli esga olinardi. Ammo Mikel Arsenalga ketganidan keyin siz uning Arsenalni City'ning asosiy raqobatchisiga aylantira olishini kutganmidingiz? Ha. Ha, men uni yaxshi bilaman. Uning potensialini va qobiliyatlarini ham bilaman. Gap faqat klub unga ishonish-ishonmasligida edi. Bir jamoada muvaffaqiyatga erishish uchun ko'p yillar u yerda ishlashga to'g'ri keladi. Men ham bu yerga kelganimda biz birorta ham so'rin yuta olmagandik. Menga ham o'shanda rahmat, endi uyga ketsangiz ham bo'ladi deyishlari mumkin edi. Rahbariyat doimo seni qo'llab-quvvatlashi va senga ishonishi kerak. Futbolchilarga emas. Futbolchilar seni faqat g'alaba qozonganda qo'llashadi, yutqazganda emas. Odatda o'yinchilar ham murabbiyga ishonishlari kerak. Biz ham aynan shuni evaziga ko'plab muvaffaqiyatlarga erisha oldik. Agar boshqa jamoalarga qarasangiz, u yerda murabbiylar juda tez o'zgartiriladi. Men qaysar emasman. Oldin ham aytganimdek, biz o'sha ikkinchi mavsumda bizga imkon berishgani uchun ham ko'p yutuqlarga erisha oldik. U ham endi kelganida Liga Kubogi va Super Kubogini yutgan va o'shandan beri hech nima yutmadi. Ammo u hamon shu yerda, chunki rahbariyat unga ishonadi. Shuning uchun ham oldin aytganimdek, men balki keyin sport direktori bo'larman, balki bosh rahbar bo'larman va men futbolchilarni kuzatib, ular murabbiy hamda personal haqida nima deyishayotganini tinglayman. Agar hammasi joyida bo'lsa, natijalar ham sekin-asta o'zi kela boshlaydi. Lekin ba'zida aks ham bo'lishi mumkin. Biz yutaversak va rahbariyat murabbiyni qo'llab-quvvatlamasa, unda natijalar ham pasaya boshlaydi. O'ylashimcha, u bilan ham shu voqea sodir bo'ldi va rahbariyat u keyingi mavsumlarda ham jamoani boshqara olishiga ishonishdi. Shu sababli ham biz hamon shu yerdamiz. Oxir-oqibat siz hali yoshsiz. Pep bilan solishtirganda sizni sochingiz oqarib ketganicha yo'q. Va ayrim insonlar ko'z oldida siz hamon uning shogirdi bo'lib qolmoqdasiz. Lekin qachonlardir shogird ham ustozga aylanishi mumkin, to'g'rimi? Gap bunda emas. Professional inson doimo o'qib rivojlanishda davom etadi. Men Pep bilan 4 yil birga ishlash vaqtiga muyassar bo'lganman. Bu ajoyib jamoa edi. Bu meni bir qismim bo'lib qoladi. Chunki bu mening murabbiy bo'lish yo'lidagi eng muhim davrlarimdan biri. Lekin bu meni doimo rivojlanishim va o'rganishim kerakligini anglatadi. Salom Mikel. Adashmasam siz 2018-yilda Pep bilan ishlagan davringizda jamoa bilan Angliya Liga Kubogida g'alaba qozongan edingiz. Keyinroq esa bu jamoa Premier Ligani ham yutdi va yana ko'plab yutuqlarga erishdi. Wembleyda yutilgan bu o'yin va undagi tajriba jamoaning keyingi qadamini tashlashga katta yordam bergan edi. Sizningcha bu g'alaba sizning jamoangizga ham shunday ta'sir qilishi mumkinmi? Albatta ha. Chunki g'alabalar doimo yordam beradi. Agar biror sovrin yutsangiz, yanada katta ta'sir qilishi mumkin. Bu ishonch beradi. Bu sen xohlayotgan narsaga yetish uchun kerakli ishni zarur resurs bilan birga kerakli vaqtda amalga oshirishga yordam beradi. Lekin o'z navbatida jamoa shu vaqtgacha qilgan ishlarini ham baribir davom ettirishi zarur bo'ladi.